Ko'pchilikni qiziqtirgan savol, burchaklar nimasi bilan bir-biridan farq qiladi? Bizda 3 xil burchatka turi bor: ekonom, standart, premium. Hozir sizlarga bularning farqini tushuntirib beraman. Ekonom varianti 450 markali ko'k sement va pesok qorishmasidan tayyorlangan bo'ladi. Ikki xil variantda bo'ladi. Birinchi varianti rang qo'shilmagan, o'zini seriya rangida bo'ladi. Ikkinchi varianti rang qo'shib, malochniy holatga keltirilgan varianti. Ekonomning afzallik tarafi hamyonbop. Standart variantimiz 500 markali oq sement, travertin va pesok qorishmasidan tayyorlangan bo'ladi. Ko'pchilik bu burchatkani kam miqdorda travertin qo'shilganligi sababli travertin burchatka deb sotishadi, lekin bu xato. Endi standart burchatkamizni ekonomdan farqi sifatida va xonadonni yana ham ko'rkamroq qilib ko'rsatib beradi. Premium burchatkalarimiz ikki xil variantda bo'ladi. Birinchi varianti 100% travertin qorishmasidan tayyorlangan bo'ladi. Shu sababdan o'ziga issiqni tortmaydi va xonadonni salqin holatda saqlab turadi. Endi ikkinchisi 100% marmar qorishmasidan tayyorlangan bo'ladi. Uni qolganlardan afzallik tarafi tabiiy rang bo'lganligi sababli xonadonni yana ham ko'rkamroq qilib ko'rsatadi va marmar o'zi tabiiy qattiq jism bo'lganligi sababli yana ham ko'proq yil xizmat qiladi. Siz qaysi burchatkani tanlagan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.